Assalomu alaykum hammaga. Sizlar bilan Abdu jigarlar, majalar yaxshimi? Charchashlar yo'qmi jigarlar? Jigarlar, men ham o'zimga kamanda yig'moqchiman. Endi klassikami, TDMmi? Masalan, men klassika kam o'ynayman. Ko'pincha sanoq o'ynayman. Endi hozir bu sezon unaqaga qiziqdim. Ultimate Realga ko'tarmoqchiman. Men bilan o'ynamoqchi bo'lganlar yo profilga uni qo'yib qo'yaman, ID qo'yib qo'yaman, kommentariya bilan tashlab qo'yasizlar ID. To'g'ri, akkauntim zo'r bo'lmashi mumkin, pro igrok bo'lmashim mumkin. Lekin mana shu kontentda men deyarli mana hech kim tanimashi ham mumkin-da. Bu video rekka chiqadimi, chiqmaydimi, unisini ham bilmayman. Lekin sizlar poddeska qilarsizlar, tep podpiskani bosib Go akamda o'ynaylik, xohlasanglar lobby o'ynaymiz desanglar, shunda ID qoldiringlar. O'zim hammaga tashlolmashim mumkin, ko'p odam bo'lib ketib qoladigan bo'lsa, hammaga tashlolmashim mumkin. O'zim kommentariyaga ID qoldiraman. Menga durishinglar, lobbyga yozsam, aka siz bilan komandada o'ynamoqchiman deydi yo'llarga. Xudo xolsa Ultimate 26-kunlari boshlanib qoladi. Ash kunlarga yaqin Ultimate ko'taramiz. Go jigarlar, bir ID qoldirib poddeska qilarasizlar degan umiddaman. Menimcha poddeska qilarsizlar, xudo xolasa ko'tarilib ketib sizlarga qaytaraman. Xudo xolasa 1000 ta bo'lib qolsa, bitta akkaunt bor. Akkaunt konkurs qilamiz. Nasib poddeska qilarasizlar degan umiddaman jigarlar. Sizlarga rahmat. ID qoldirish esdan chiqmasin.